Yil talabasi 2025 tanlovining universitet bosqichi boshlandi. Kunduzgi ta'lim shaklida tahsil olayotgan 2-chi, 3-chi va 4-chi bosqich talabalari tanlovda ishtirok etishlari mumkin. Tanlov quyidagi nominatsiyalar bo'yicha o'tkaziladi. Yilning o'z mutaxassisligi bo'yicha eng bilimdon talabasi, yilning eng faol targ'ibotchi talabasi, yilning eng faol ixtirochi innovator talabasi, yilning eng faol sportchi talabasi, yilning eng faol ijodkor talabasi, yilning eng faol iqtidorli talabasi, yilning eng faol tadbirkor talabasi, xotin-qizlar uchun. Tanlovda qatnashish uchun ariza va zarur hujjatlarni joriy yilning 25 oktyabr sanasiga qadar yoshlar bilan ishlash bo'yicha dekan o'rinbosarlariga topshirish lozim.